Bugun kelgan tovarlarning ichida shunaqa telefonimga stoyka ham olganman. Videoga olish uchun, rasmga olish uchun qulay. Aviada kelgani uchun qimmatroq keldi. Avtodan arzonroq kelardi anchagina. O'g'limga shunaqa paypoqcha oldim. Bundan 3 ta keldi. Qaranglar qanaqa shirin. O'yinchoqli paypoqchalar o'zimiz bozorda ham ko'rdim. Donasi 25 mingdan menga 3 tasi 25 mingga keldi. 3 donasi 25 ming. Sof tan narxida plus kargolari bilan 3 tasi 25 mingga tushdi. Shunda ikkita paypoqchaga yutdim. Bu boya ko'rsatgan kepkalarim bilan shapkalarim, sharflarim. Sharflarda jo'ltiy rangi ham bor ekan, rozoviy rangi ham bor ekan. Biz oqidan oldik. Keyin o'yinchoqlarning har xillari, sabziligi, torbuzdagi har xillari bor ekan. Bu shara-shiradigan apparat. Voy, ochishga qiynaldim. Bu shara-shiradigan apparat, buni ko'pchilik biladi. Bilmaganlar uchun ma'lumot o'rnida bu tokga ishlaydi va birdaniga ikkita sharni ishirib beradi. Gazli shar emas, oddiy sharlarni